Demak, navbatdagi obyektimiz tayyor bo'ldi. 6 ta konteynerdan ofis xonalari qurib beriladi. Bu ishchilar uchun razdivalkaga mo'ljallandi. Mebellari endi olib kelib qo'yiladi. Xonalar keng, 2 ta konteyner birlashtirilgan. Utepленный, poli linium, devorlari dekor plus, patologi plastik, to'liq elektromontaj qilingan. Keyingi xonaga o'tamiz. Ikkinchi xonamiz ishchilar uchun ofis. Keng yorug'. Bu xonalarni to'liq утепление qilingan. Pollari linium, devorlar dekor plus, to'liq elektromontaj qilingan. Ishchi xodimlar uchun ofis. Va keyingi navbatdagi xonamiz esa oshxona qilingan. Bu mana kirganda qo'l yuvib kiradi. Bu yoqqa kuxonniy mebellari endi joylashtiramiz. Bu yoqqa moyka, ariston va boshqa kuxniya uchun kerak bo'lgan mebellar joylashtiriladi. Oshxona rangi oq rang tanlandi. Dekorlari ham gulli. Jami 6 ta konteyner, oshxona va 2 ta ofis. Va 7-chi konteynerimiz ishchilar uchun sanuzel. Uni chiroqlarini o'chirib qo'yishdi. Demak, ariston 50 talik yuvinish uchun rakinalar, tahorat joylari va sanuzellar. Sanuzellarimiz hammasi mana shunaqa ko'rinishga ega. Kimga mana shunaqangi sifatli mobil ofis, do'kon va boshqa shu ko'rinishdagi inshootlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaraverasizlar. Tez va qisqa muddatda sifatli qilib tayyorlab beramiz. Rahmat.